بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زلنا وإياكم إخوتي في الله في وظائف المسلم في شهر رمضان، واليوم نقف مع وظيفة وواجب آخر من واجبات المسلم في رمضان، ألا وهو الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعات sizning bilan endi biz har kuni musulmon kishining vazifalarini to'g'risida so'zlashamiz. Ham endi bugun tag'in bir shunday Ramazondagi musulmon kishining vazifasi to'g'risida so'zlashamiz. U endi sadaqa to'g'risida. ربنا تبارك وتعالى في عشرات الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أمرنا بالإنفاق، وأمرنا بالصدقة، وأمرنا بأن نكرم الفقراء والمساكين. Rabbimiz subhanahu va ta'ala Qur'oni Karimda unlagan oyatlarida bizga endi infoq to'g'risida ham ihson to'g'risida, sadaqa beruv to'g'risida bizga ko'plab aytdi. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة في رمضان. Ham endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shulay dedi: eng xayrli sadaqa bu Ramazonda berilgan sadaqa deb. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يراجعه القرآن، وكان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi o'zi shunday buyuk sadaqa beruvchi, ham butun kishilarga yordam etuvchi edi. Ham endi yomort kishi edi. Ham endi Ramazonda u ondan bir buyukroqda yomortroq bo'laydi. Ham endi Jibril alayhissalom kelgan vaqtda da ular birga shu Qur'onni murojaat etgan vaqtda da uning shunday ko'plab etgan mana shu sadaqalarining islari kelib turaydi. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر صائما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكتب ذلك على من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن، أي شيء يسير من الحليب. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadis kelar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: kimki ro'za tutuvchi kishini rizqlantirsa, ularga iftor bersa, uning ajri shunday darajada bo'lacak, ham mana shu ro'za tutuvchi kishining ajri shekilli ularga ajri berilacak. Ham endi shu vaqtda payg'ambarimizning sahobalari undan so'radilar: ya Rasululloh, bizning butunimizda kishilarni mumkinchilik yo'q, bizning butunimizda kishilarni oshatuga, ham endi kishilarga iftor beruvga bizning butunimizning mumkinchilik yo'q deb aytdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: agarda mumkinchiligingiz bo'lmaykan, walau kana mana birgina xurma bilan bo'lsa-da kishilarga mana rizqlantiramiz. Yaysada bir stakan suv bilan bo'lsa-da, ham yaysa endi bir stakan sut bilan bo'lsa-da mana shu kishilarga agar bera olasiz deb mana iftor eta olasiz, ham endi shu ajrini olasiz deb aytdi payg'ambarimiz. الصدقة أجرها عظيم، والصدقة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل وعلامة على اكتمال إيمان العبد، ثم بعد ذلك دليل على أنه كريم معطاء يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan endi ko'p hadislar kelar. Kishining mana
sadaqa beruvchi kishi to'g'risida bek ko'p hadislar keldi. Ham endi payg'ambarimiz aytdi, sadaqa beruvchi kishining sadaqasi ularga birga qiyomatda da uning bilan birga kelajak deb aytdi, uning sadaqalari. Ham endi bek ko'p hadislar keldi uning to'g'risida. Ham iymonning dalilligidan da keltirashak deb aytdi payg'ambarimiz. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أجر الصدقة وعظم أمر الصدقة في الإسلام، ويقول ما زال الرجل والرجل في ظل صدقته يوم القيامة. الشمس يوم القيامة في أرض المحشر تنزل على الخلائق، فتنزل ويبدأ الناس يتعرقون، منهم من يصل عرقه إلى كعبه أو إلى ركبته أو إلى سرته، أو منهم من يغط في العرق غطا، ولكن المتصدقون لهم صدقة تظللهم يوم القيامة وتمنع حر الشمس عنهم. Jamoat tag'in shunday bir ulug' hadis keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sadaqa beruvchi kishi to'g'risida. Payg'ambarimiz aytadi, qiyomat kunida endi butun kishilar Robbimiz subhanahu va taolaning huzurida yig'lashaklar. Ham endi unda endi quyosh bo'lacak endi. Ham endi shunday quyoshning kuchliligidan butun kishi anda endi suv bo'lacak endi. Kishining tirlari shig'ib, qo'y bir kishilarni mana oyoqlarini xatli, qo'y bir kishilarning endi qo'llarini, qo'y bir kishilarni u mana shu o'zlarining tirlari deb ko'mib yuborashak deb aytdi. Ham endi mana shu sadaqa beruvchi kishilarning sadaqalari ularga ham kulaga bo'lib kelashak deb aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kimki sadaqa berar ekan, uning sadaqasi shu vaqtda ularga kulaga bo'lashak. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم يقول ورجل تصدق بصدقة بيمينه ما لم تعلم شماله، أي صدقة السر. Ham endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadis keladi. Robbimiz subhanahu va taolaning qo'y bir kishidan mana oshulana ekan, ham endi shu kishi agar sadaqa bera, ham endi mana shu bergan bir qo'lning sadaqasin ikkinchi qo'li bilmaykan, shu kishidan Robbimiz subhanahu va taola oshuvi ketashak deb aytdi. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على صدقة السر حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فإذا عمل أحدكم سيئة وأغضب الله عز وجل فعليه أن يتصدق بالسر بعد ذلك حتى يطفئ غضب الله عز وجل عليه. Ham tag'in bir ikkinchi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: sizlardan qo'y birigiz gunoh ish ishlaykan, ham endi shu ishni tavba etaykan, u sadaqa bersin deb aytdi payg'ambarimiz. Ham endi sadaqani yashirilgan sadaqa berigiz deb aytdi, bir kimda bilmasin. Ham endi shu yashirib berilgan sadaqani Robbimiz subhanahu va taola u kishidan oshulana ekan, agar mana shu bergan sadaqasidan, uni yashirib bergan sadaqasidan Robbimiz subhanahu va taola onlardan oshuv ketashak deb aytdi payg'ambarimiz. والناس ينقسمون إلى قسمين: إما أن يكون قدوة للناس أو يكون من عوام الناس. فإن كان قدوة للناس فصدقة الإعلان أن يجهر بصدقته أفضل حتى يقتدي به الناس. أما إذا كان من عوام الناس لا يقتدى به فصدقة السر له أفضل عند الله. Ham endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: ikki turli kishi bor. Ham endi bir kishi u sadaqalarini kishilarga ko'rsatib berashak, ko'p bera. Ham endi kishilarga ko'rinib bera. Ham endi ikkinchi kishi sadaqa bera. Ham endi lekin uning bergan sadaqasini bir kimda bilmaydi deb aytdi. وإن من عظم أجر الصدقة، تصوروا بأن الميت يتمنى
أن يعيده الله تبارك وتعالى إلى الدنيا حتى يتصدق. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Endi jamoat, biz agar Robbimiz subhanahu va taolaning oyatini qarasak, o'lgan kishida shunday tilar ekan, endi ya Robbim, mana Munafiqun surasida kelar u, ey Robbim, agar sen meni ozgina vaqtga qaytarsang edi shu dunyoga, men azrakkina bo'lsa-da sadaqa bersam edi deb umidlanar ekan jamoat. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، واغفر لكافة أمة محمد أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل كتابهم في عليين وأخلف في عقبهم في الغابرين. اللهم اجعلهم ممن يأخذ كتابه باليمين واكتبهم عندك من المحسنين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة رحمة ومغفرة ورضوانا. اللهم آنس وحشتهم واغفر زلتهم وأقل عثرتهم وارحم غربتهم وغبرتهم، واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين.